Lissabonda haqiqiy drama yuz berdi. Real Madrid Benfica mehmoni bo'lib 2-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Hisob o'z yo'liga, o'yindagi voqeliklar haqiqiy drama. Real bellashuv boshlashdan avval turnir jadvalida 3-o'rinda edi. Ushbu mag'lubiyatdan keyin kuchli 8talikdan tushib qoldi. Dastlab Mbappe hisobni ochdi. Oradan ko'p o'tmay maydon egalari tenglashtirdi. Taym so'ngida hakam Benfica foydasiga penalti belgiladi va Pavlidis aniq amalga oshirdi 2-1. Ikkinchi taym boshida Lissabonliklar 3-chisini urdi. Arbeloa o'zgarishlarni amalga oshirdi. Mbappe dublga erishib hisobni qisqartirdi. O'yindagi drama qo'shib berilgan daqiqalarda boshlandi. Asensio ikkinchi sariqni olib maydondan chetlatildi. Bu orada Lissabonning boshqa jamoasi Sporting g'alaba qozonib 8talikka kirdi. Real onlayn jadvalda 9-o'rinda. Mour ham play-off zonasidan ortda qolayotganini sezdi. Unga faqatgina bitta gol kerak edi. Rodrigo qizil kartochka olib maydonni tark etgach, Benfica fokusni hujumga qaratdi. Standart vaziyat. Jose jamoa darvozaboni Trubinga hujumga chiqishni aytdi. Uzatma va darvozabondan gol 4-2. Benfica play-off zonada. Real 1-16 final bosqichida yana Benficaga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Benfica yoki Budio qirollik klubiga raqib bo'ladi. O'yindan avval Benfica bosh murabbiyi Jose Mourinho qanday qilib tajribasiz murabbiylar top klublarga kelib qolayotganini tushunmayotgani haqida aytgandi va o'z shogirdi Arbeloani bu bahsda jazoladi.